tug'ilgungacha bola allergik bo'lib tug'ilishi mumkin va tug'ilgandan so'ng allergik holatni ona keltirib chiqarishi mumkin. Prisipkalar ishlatilinadi yoki bo'lmasam bolani olgandan so'ng tozalanadigan salfetkalarga ham nisbatan allergik jarayonni uyg'otib qo'yish mumkin. Bu esa o'z-o'zidan boshqa bir kasalliklarni paydo qilishi mumkin degan so'roq paydo bo'ladi. Bu nimaga kerakligini endi ochiqlayman. Shehzodbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizda hozirgi kunda O'zbekiston hududimizda bolalar o'rtasida allergiyani qaysi turi ko'p uchrayapti? Oziq-ovqat allergiyasi, burun bitish, oqishi, ya'ni allergik rinit, ko'z yoshlanish, allergik konjunktivit, nafas siqishi, bo'g'ilish bilan kechadigan bronxial astma kasalliklari juda ham ko'plab uchramoqda. Asosan qaysi yosh oralig'ida shu nimalar ko'p? Bolalarning qaysi yosh oralig'ida? 1 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida barchasida allergologik holatlar juda ham ko'plab uchramoqda. Nima deb o'ylaysiz? Sabab nimada bunchalik ko'payib ketishini? Asosan yosh bolalarda ko'payayotgan allergik holatlar bunga oziqlanishning noto'g'ri ekanligi va gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik asosiy sabab. Ikkinchi sabab esa bu ob-havo, ya'ni ob-havoda allergenlarning ko'pligi, o'simlik, daraxt, gul changlariga nisbatan va shu bilan birgalikda kimyoviy moddalardan paydo bo'lgan zarrachalar, ya'ni 25-30 mikrometrgacha bo'ladigan changlar, bular allergiya qo'zg'atuvchisi hisoblanadi va bular tibbiyotda allergenlar deb ataladi. Bular organizmda allergiya qo'zg'atuvchisi hisoblanadi. Hammamiz yosh bo'lib o'tganmiz. Biz davrimizda o'sha chang bo'lgan, o'sha gul changlari bo'lgan, lekin bizda allergik reaksiya bunchalik bo'lmagan. Nimaga hozirgi bolalarda shunaqa? Xo'p, bunga asosiy sabab mahsulotlar, ya'ni ozuqa moddalarining tabiiylik kamayib ketgan. Hozirgi kunda biz oziqlanayotgan oziq-ovqatlarning tarkibi ko'pchilik 50% dan ko'p GMO, ya'ni o'sha biz yeyotgan kartoshka, o'sha biz yeyotgan sabzi, biz yeyotgan piyoz, barchasida o'g'itlarimiz asosan kimyoviy vositalar natijasida o'stiriladi. Tabiiylik kam. Tabiiy o'g'itlar deyarli qo'llanilmaydi va shu bilan birgalikda ozuqamizda ishlatilinadigan go'sht, yog' mahsulotlari ham asosan bularning ko'pchiligi kimyoviy moddalar bilan o'stiriladi va kimyoviy moddalar bilan ko'paytiriladi va asosan ozuqa, yem, xashak mahsulotlari ham dorilangan va GMO mahsulotlariga boyitilgan bo'ladi. Bu esa inson organizmiga tushgandan so'ng allergen vazifasini o'taydi. Surunkali tarzda bularni qabul qilish keyinchalik allergik kasalliklarni vujudga keltiradi va immunitetda qanchalikdir ma'noda immun disbalansni yuzaga keltiradi. Aziz do'stlar, sizda va yaqinlaringizda allergologik va immunologik muammolar mavjud bo'lsa, o'z boshimchalik bilan davolanmasdan allergolog, immunolog mutaxassisiga murojaat qilishingiz va kerakli instrumental laborator tekshiruvlardan o'tib, o'zingizdagi allergik holatning darajasiga aniqlik kiritishingiz va shu bilan birgalikda kerakli dori vositalarini kerakli vaqtda, kerakli dozada qabul qilishingizni tavsiya beraman. Dorixonalardan palapartish dori darmonlarini olish bu yechim emas. Sizda ko'z yoshlanishi, burun bitishi, nafas siqishi, bo'g'ilish, allergik konjunktivit, allergik rinit, allergik rinokonjunktivit, bronxial astma kasalligining 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi bosqichlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol shifokor mutaxassisga murojaat qilishingizni tavsiya beraman. Hozirgi kunda asosan o'sha yeyotganmiz, iste'mol qilayotgan ozuqalarimizni, ovqatlarimizni qaysilari ko'proq allergiyaga chaqirib qo'yadi? Bolalarda asosan oziq-ovqat mahsulotlari bu barcha bolalar yaxshi ko'radigan chupa-chupslar, kireshkilar, undan tashqari qo'shimcha jelelar va rang ingrediyentga boy bo'lgan, GMOga boy bo'lgan mahsulotlar, fast foodlar va rangli ichimliklar asosiy o'rin egallaydi. Undan tashqari dukkakli mahsulotlar va shu bilan birgalikda tovuq tuxumlari,
tovuq go'shtlari juda achchiq, juda sho'r va qizil mahsulotlar asosan allergologik holatni rivojlanishiga zamin yaratadi va sababchisi bo'lib beradi. Agarda bolalarda allergologik holat bo'la turib, bu mahsulotlarni me'yordan ortiq va surunkali tarzda qabul qilish ham allergologik kasallikni surunkali fonga o'tishiga sababchi bo'lib berishi mumkin. Mana hozir aytdingiz, qizil rangi bor dedingiz. Haqiqatda ham mana ko'p e'tibor qilganmiz. Masalan, rediska yesa, rediska allergiya chaqiradi, qulupnay allergiya chaqiradi, pomidor allergiya chaqiradi. Nimaga aynan shu qizil rang ko'proq allergiyaga stimulirovать qiladi? Xo'p, inson organizmi qizil rangga nisbatan asosan sezgirligi yuqori bo'ladi va qizil rangli mahsulotlarni organizmimizga kirgandan so'ng gistamin ajralishi, ya'ni immun disbalans vujudga kelishi nisbatan boshqa ranglarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni ta'sirchanlik kuchli bo'ladi. Inson tabiiy holatda ham qizil rangga 5 daqiqa qarab tursa, u kayfiyatini ko'taradi. 5 daqiqadan so'ng esa asabiylashtirishni boshlaydi. Bu tabiiy holat. Bu irsiyatimizda bo'ladigan o'zgarishlar, ya'ni bu immun javob reaksiyasi hisoblanadi. Ota-ona o'sha birinchi belgilari, qaysi belgilarga e'tibor berish kerak? Bolasi yo allergik yoki allergik emasligini aniqlab olish uchun. Birinchi navbatda aytaman. Ya'ni bolada allergiya bor yoki yo'q ekanligi bola tug'ilgandan ba'zi bolalarda namoyon bo'ladi. Ya'ni diates. Diates asosan yuzda yoki terilarning yuqori qismida terining qichishi bilan kechadigan qizil va rozviy, ya'ni pushti rangga ega bo'lgan, chegarasi aniq bo'lgan toshma, yengil suvlanish va qichishish. Ba'zi holatlarda qurish paytida qipiqlanish bilan kechadigan toshma bo'ladi. Bolada diates bormi? Bola allergik hisoblanadi. Ya'ni bu signal, organizmning signali hisoblanadi. Ya'ni bola allergikligi haqida birinchi signal. Mana shu diates deyapsiz. Diates kasalligi bu tug'ma bo'ladimi yo tug'ilgandan keyin preoperasionniy bo'lib qoladimi? Bu asosan tug'ilgandan keyin paydo bo'ladi. Bolalarda tashqi muhitdagi organizmning sezuvchanligi va ona ozuqasiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni allergenga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilgandan so'ng sut orqali bolaga o'tadi. Bu esa terida allergik jarayonni keltirib chiqaradi. Demak, siz gapingiz bo'yicha bo'layapti, diates onadan o'tib qoladi. Yo'q, bola qarang, tug'ildi. Bola tug'ilgandan so'ng u darrov diates bo'lib qolmaydi. Birinchi navbat unga agardaki ona allergenga boy bo'lgan mahsulotni iste'mol qilgandan so'ng bolada agardaki allergik holatda moyillik bo'ladigan bo'lsa, diates belgilari namoyon bo'ladi. Yoki bo'lmasam, bu kontaktni allergiya dermatit bilan ham chalkashtirish kerak emas. Hattoki o'sha tug'ruqxonada tug'ilgandan so'ng o'raladigan materiallar, ya'ni o'sha kontakt, qandaydir prisipkalar ishlatilinadi yoki bo'lmasam bolani olgandan so'ng tozalanadigan salfetkalarga ham nisbatan allergik jarayonni uyg'otib qo'yish mumkin. Bu ham allergik jarayonga sabab bo'ladi. Faqat ona aybdor degani emas. Ba'zi holatlarda tug'ruqqacha bo'lgan paytda onalarimiz rangli ichimliklar, gazli ichimliklar, fast foodlar va yarim tayyor mahsulotlarni ko'p iste'mol qilishadi. Bu ham tug'ilgungacha bola allergik bo'lib tug'ilishiga sabab bo'ladi. Ikki xil holat. Ya'ni sizni savolingizda jon bor. Ya'ni tug'ilgungacha bola allergik bo'lib tug'ilishi mumkin va tug'ilgandan so'ng allergik holatni ona keltirib chiqarishi mumkin. Undan tashqari, uchinchisi tashqi muhitga nisbatan bolada ham o'z-o'zidan allergologik holat bo'lishi mumkin. Ya'ni ona dieta qilgan tug'ilgungacha, bola tug'ildi, dieta davom etyapti, lekin bola allergik. Bunday holatda asosan irsiyatga bog'liq bo'ladi. Ya'ni yo otada, yo onada, yo boboda, yo buvida birlamchi qarindoshlarning qaysidir birida allergologik holat bo'ladi. Shunda bolalarning 45%da allergik moyillik. Agardaki ham otada, ham onada allergologik holat bo'ladigan bo'lsa, bolalarda 80% gacha allergik holat bo'lishi mumkin. Bunga hech qanday ta'sirlanishsiz sabab hisoblanadi. Demak, gapingiz ham shu narsa kelib chiqyaptiki, allergiyaga moyillik avloddan avlodga suradi. Suradi. Shuning uchun ota-ona ehtiyot bo'lish kerak.
shunday. Allergologik holat va allergik kasalliklar va allergiya chaqiruvchi mahsulotlardan har bir sog'lom inson ham o'zini asrashi kerak. Sog'lom inson ham gazli ichimliklardan, changlardan, yarim tayyor mahsulotlardan, fast foodlardan, konservalardan o'zini uzoqroq tutgani ma'qul. Iloji boricha sog'lom turmush tarzi, tog' oldi hududlar, dengiz bo'yi hududlari imkon bo'lmasa, sog'lom turmush tarzi, gigiyena qoidalariga rioya qilish, to'g'ri ovqatlanish ratsioniga e'tiborli bo'lish tavsiya beriladi. Bolasini allergik yoki allergik emasligini qanday aniqlab olish mumkin? Eng oddiy usuli birinchi navbatda umumiy qon tahlili topshirish. Bu hamma davlat poliklinikalarida ham bor. Bunda qon tarkibidagi eozinofil miqdoriga e'tibor berishimiz kerak. Eozinofil miqdori normadan oshsa, bolada allergologik holat borligiga signal hisoblanadi. Lekin bu to'liq diagnoz hisoblanmaydi. Ikkinchi navbatda davlat tashkilotlaridan tashqari, ya'ni shaxsiy klinikalarda immunoglobulin E tahlili bor. O'sha tahlilni topshirish ham bolada allergologik holat bor ekanligi yoki yo'q ekanligiga ikkilamchi tahlil natijasi hisoblanadi. Uchinchi navbatda qon tarkibidagi gistamin miqdorini ham topshirish bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Asosan bu birlamchi 3 ta tahlil. Agarda chuqurlashtirilgan allergologik holatni tekshirish kerak bo'lsa, bu allergologik molekulyar diagnostika usuli hisoblanadi. Bu esa inson organizmida 295 ta mahsulotga nisbatan allergologik holat mavjud yoki yo'q ekanligi haqida ma'lumot beradi. Endi hozir aytyapsiz 295 ta mahsulot deyapsiz. Bu har bittasiga bittadan analiz topshirib chiqiladimi yo umumiy o'sha tahlilda hammasi chiqib keladi? 5 ml qon olganda o'sha 295 ta mahsulotga nisbatan va daraxt gullari, changlari va undan tashqari ozuqa mahsulotlari, hayvon tuklari, hasharot zaharlariga nisbatan 295 ta allergenga nisbatan allergiya bor yoki allergiya yo'q, ya'ni unga nisbatan allergenlarga nisbatan sezuvchanlik bor yoki yo'q ekanligiga ochiq ma'lumot beradi. Endi qarang, hozir mana 295 xil allergenlarga tekshiradi. Bu narsa o'sha qanaqadir standart ishlab chiqarilganmi? Mana shu 295 ta allergen bor, undan tashqari boshqa allergenlar yo'q degan tahlil qilingan? Yo'q, bugungacha shu, ya'ni bizni tibbiyotimizda eng oxirgi tekshiruv usuli hisoblanadi, ya'ni allergologik molekulyar diagnostika, ya'ni allergiya chaqirishi mumkin bo'lgan O'zbekiston hududidagi 295 ta allergen tanlab olingan va o'sha allergenlarga nisbatan inson organizmida sezgirlik tekshiriladi va shunga qarab allergenlar ta'siri o'rganilib, unga qarshi asid terapiya ham vujudga kelgan. Ya'ni unga nisbatan emlash o'tkazilinadi. Onaning suti yaxshi kelmayapti yoki nimadir yana nima bor? Prekorm qilinish kerak. Bolani allergik qilib qo'ymaslik uchun prekorm paytida ona nimalarga e'tibor berish kerak? Ona agarda qo'shimcha sut berishga majbur. Bunday holatda dorixonalar yoki qandaydir ozuqa do'konlaridan borib qo'shimcha ovqatlarni sotib olishi emas, ya'ni dietolog, allergolog mutaxassisiga borib, birinchi navbatda bolaning oshqozon ichak trakti qanday holatda ishlayapti va bolada allergologik kasallikka moyillik bor yoki yo'qligida e'tiborli bo'lishi va undan so'ng allergolog va dietolog birgalikda bu bolaning holati, yoshi, og'irligi, bo'yi, tana tuzilishi, oshqozon ichak trakti, hazm sistemasi va shu bilan birgalikda allergologik holati qanday ekanligiga e'tibor bergan holatda undan so'ng unga qo'shimcha ozuqa vositasini tavsiya berishi mumkin bo'ladi. Ha, demak, onalar haligi nima qilganda improvizatsiya qilmasdan to'g'ri maslahatlash kerak. O'sha mutaxassis bilan borib maslahatlashib, bolani ko'rsatib, keyin prekormga o'tish kerak. Albatta, hozirgi kunda bundan tashqari aqlli onalarimiz deb hazillashib qo'yaman-da, bu qanchalikdir yoqadi yoki yoqmaydi bilmadim-u. Hozir ChatGPT, ya'ni sun'iy intellekt chiqqan. Uydan chiqmasdan turib, bolamga qanday kasha berishim mumkin, bugungi kundagi eng yaxshi kasha qaysi deb eng yaxshisini farzandiga olib berishmoqchi bo'ladi.
To'g'ri, u qo'shimcha ozuqa eng yaxshisi bo'lishi mumkin, lekin ularni bolasiga tushadimi yoki yo'qmi? Buni sun'iy intellekt aniqlab bera olmaydi. Buni faqatgina bemordagi holatni yoki sog'lom boladagi holatni, sog'lomligini shifokor, allergologik holat yo'qligi, immun sistemasi yaxshi ishlayotganligi va gastroenterologik muammolari, ya'ni oshqozon ichakida muammo yo'qligini bugungi kunda tahlillar va klinik mishleniya, ya'ni bolaning holatidan kelib chiqqan holatda faqat shifokor ayta oladi. Va shu shifokor keyin bunga qo'shimcha ozuqani aytishi mumkin. Sun'iy intellekt bilan maslahatlashgan holatda bolaga dori yoki bolaga qo'shimcha ovqat berish bu eng xato to'xtam fikr deb o'ylayman. Bolalar allergiyasi o'zi bola uchun, bolaning sog'ligi uchun, bolaning organizmi uchun qanchalik xavfli? Buni e'tibor berish kerakmi yo e'tiborsiz qolsa haligi ba'zi nimalarga o'xshab, ha katta bo'lsa o'tib ketadi. Ha katta bo'lsa bilinmay ketadi deyish kerakmi? Xo'p, bugungi kunda siz aytayotgandek, ya'ni katta bo'lishidan keyin, 3 yoshdan keyin yoki 5 yoshdan keyin yoki balog'at yoshida allergologik holati o'tib ketadi. Otasida ham shundoq bo'lgan, buvisida shunaqa bo'lgan, oyisida shunaqa bo'lgan degan fikrlar juda ham ko'p. Yo'q, kechirasiz. Qo'shniz yoki ambangiz yoki xolangiz emas. Aniq, ya'ni isbotlangan meditsina bugungi kunda O'zbekistonda bor. Umumiy qon tahlillari, immunoglobulin E, kerak bo'lsa gistamin va undan tashqari molekulyar diagnostika bugungi kunda tibbiyot muassasalarida mavjud. Bularni tekshirib, undan so'ng bu to'xtamga kelish kerak. Umumiy praktikandan kelib chiqadigan bo'lsak, 10 ta bemorning 7 tasida bunday holat bo'lmaydi. 7 tasida qandaydir allergologik holat bormi? Ularda 80% gacha allergologik surunkali kasallikka o'tadi. 3 ta donasida esa ularning allergologik simptomlar saqlanib qoladi, lekin surunkali og'ir kasallikka o'tmaydi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga qaraganda, allergologik muammolari mavjud bo'lgan insonlarning 80% bronxial astmaga o'tib ketadi. Va bunga allergologik holat sabab. Va 40% burun bitishidan aziyat chekuvchi insonlar bronxial astma kasalligi vujudga kelishi mumkin. Bu esa davolanib bo'lmaydigan og'ir, surunkali, yuqumli bo'lmagan kasallik hisoblanadi. Oziq-ovqat allergiyasida ko'p patsientlar qaytaradigan xatolar nima? Xo'p, oziq-ovqat allergiyasi bor yoki yo'qligiga aniqlik kiritish. Ya'ni bunday holatda ikki xil. Oziq-ovqat allergiyasi bor va oziq-ovqatni ko'tara olmaslik bor. Oziq-ovqatni ko'tara olmaslik bu me'yordan ortiq yeyish hisobidan kelib chiqadi. Oziq-ovqat allergiyasi esa bu ozgina yegan taqdirda ham unda allergologik holat vujudga keladi. Bunday holatda o'sha ozuqa moddasi allergen bo'lib xizmat qiladi. Og'izga tushgandan so'ng u 12 barmoqli ichakka yetib borib hazm bo'lish jarayoniga qadar o'sha allergologik holat rivojlanadi. Nafas siqadi, bo'g'iladi, toshma toshadi. Juda ham ko'p holatlar, kvinkishishi, hattoki anafilaktik shokkacha davr borishi mumkin. Birinchi shunga aniqlik kiritish kerak. Ikkinchi navbatda, misol uchun bir hafta oldin qulupnay yegandim, dori darmon oldim, yana qayta yesam bo'lmayman. Yo'q. Bu kamida toki davo muolajalarini to'liq olmasdan, hazm sistemasini yaxshilamasdan va allergologik holatlarini bartaraf etmasdan turib, u kamida 3-6 oy, hattoki 1 yilgacha u mahsulotni qayta iste'mol qilishi noto'g'ri. Ba'zi bir insonlar butun umr o'sha ozuqa moddasiga nisbatan allergologik holat saqlanib qoladi. Ya'ni organizm o'sha ozuqa moddasini butun umr begona deb hisoblaydi. Ya'ni organizmga kirdimi, uni qayta qabul qilmaydi. Allergologik signal beradi. Allergologik holatlarga yengil qarash kerak emas. Allergologik kasalliklar yosh bolalik davridan boshlandimi, o'sishi, rivojlanishi, aqliy faoliyatiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi va undan tashqari jinsiy faoliyatida ham juda katta rol o'ynaydi. Hattoki besplodiya, ya'ni farzandsizlikkacha olib kelishi mumkin. Allergiklik butunlay davolanib ketiladimi yoki inson bir umr mana shuni simptomlari bilan kurashib yashab o'tish kerakmi? Xo'p, allergologik kasalliklar bugungi kunda 90% gacha davolasa bo'ladi. Ya'ni nima uchun?
Ya'ni allergologik kasalliklar bugungi kunda asosan orttirilgan. Ya'ni kimningdir ish faoliyati, kimningdir oziqlanishi va kimningdir stressga moyilligiga bog'liq ravishda kelib chiqyapti. Ya'ni kontakt yo'q, allergiya yo'q. Ya'ni o'sha mahsulotlar, o'sha chang, o'sha ozuqalar, o'sha dori vositalaridan kontaktni uzsa va allergolog, immunolog tomonidan immunologik holati normal holatda disbalans yo'qotilsa, allergologik kasalliklari vaqtida antigistamin, glukokortikosteroid dori vositalar orqali sxema asosida davolansa, bu butunlay yo'q bo'ladi. Lekin irsiylik bilan kelib chiqadigan 10% holatda bu kasallik doimo davolanib turishi kerak. Ya'ni 45% holatda onada yoki otada, 80% holatda ota va onada birgalikda bo'lsa, bolalarda kuchli reaksiya kechadi. Ular kontakt bo'lish yoki kontakt bo'lmasligiga qaramaydi. Ularda doimiy ravishda organizmida allergologik holat saqlanib turadi. Shu sababli ular vaqti bilan 3-6 1 yil mobaynida vaziyatga, holatiga qarab profilaktik ko'rikdan o'tib turishi kerak bo'ladi. Orttirilgan holatda esa agardaki vaqtida o'tkir fazada keladigan bo'lsa, ya'ni u paytda davolasa bo'ladi. Agar u o'tkir faza 1 yildan 3 yilgacha, ba'zi holatlarda 7 yilgacha davom etadi. Agarda u surunkaliga o'tgandan so'ng doimiy bir umr davolanishiga to'g'ri keladi. Ya'ni 3-6-1 yilda doimiy allergolog ko'rigidan o'tib turishi va emlash, assid terapiyalarini qabul qilishi kerak bo'ladi. Shu o'rinda shuni aytib o'tishim kerakki, ya'ni allergologik holat paydo bo'ldi. Birinchi simptom sezildi. Dorixonadan borib allergiyaga qarshi dorini ichish emas, allergolog mutaxassisiga borib davolanish kerak bo'ladi. Shunda bu batamom birinchisidan qaytishi oson. Ya'ni allergik kasalliklar birinchisi o'tkir, 2 va undan ortiq takrorlanishi surunkaligi o'tib ketishi mumkin. Mana lekin shu mana aptekaga borish kerak emas, doktorga borish kerak deyapsiz. Lekin men po opitu aytib beraman, shu o'zimizda ham ba'zida bo'lgan, allergik reaksiya bo'lishi bilan momentalniy aptekaga boriladi. Menda tam toshma bo'lyapti, allergiyaga qarshi bironta dori bering. U insonga ketamiz. Suprastin, ketotifen, tavegil, nimalardan antigistaminlar bugiriladi. Aksariyat insonlar shuni qiladi. Bu insonlarga siz nima deysiz? Shu uchun ham qayta takroran aytamanki, allergologik va immunologik muammolaringiz bormi? Dorixonadan borib dori olish bu yechim emas. Yechim allergolog, immunolog shifokoriga borish. Sizdagi allergologik holat qay darajada? O'tkir yoki surunkali, yengil yoki og'ir, yoki balki sizda o'rta og'irdir. Shunga qarab, dorining dozasini, miqdorini, qancha muddat ichishingiz, sizda inyeksion forma yoki tabletka formasi yoki purkaladigan dori vositasi kerakligiga aniqlik kiritiladi va diagnoz to'liq qo'yiladi. Diagnoz to'liq qo'yilgani bu 50% siz davolandingiz degani. Dorixonalardan palapartish dori ichish bu eng xato qaror va noto'g'ri yo'l hisoblanadi. Bu esa keyingi allergologik holatlarda sizning allergiyangizni davolashda qiyinchilik tug'diradi va sizga kerakli bo'lgan dori vositalari sizni organizmingiz qabul qilmaydi va bu dori vositalari ishlamaganligi sababli bu keyinchalik yana ham kuchli dori vositalarini qabul qilishga sabab bo'ladi. Har bir bemorga lekin buni tushuntirish qiyin. Men shu video orqali aytmoqchiman. Vaqtincha bloklab qo'yadigan dori vositalari, kuchli glukokortikosteroidlarni qabul qilmaslik kerak. Allergologik kasalliklar bu immunologik disbalans bilan kechadi. Bu esa o'z-o'zidan boshqa bir kasalliklarni paydo qilishi mumkin degani. So'roq paydo bo'ladi. Shu uchun allergologik muammo bormi? Doktor qabuliga borish kerak. Bu nimaga kerakligini endi ochiqlayman. Ya'ni o'z tajribamdan kelib chiqib, allergiyaga qarshi bo'lgan dori vositalari ham allergologik muammosi mavjud bo'lgan insonda allergologik holatni keltirib chiqarishi mumkin. O'sha sizu biz biladigan oddiy diazolin allergiya chaqirishi mumkin. Oddiy dimidrol allergiya chaqirishi mumkin. Suprastin bu ham allergiya chaqirishi mumkin. Hattoki dexametazon va prednizolonga nisbatan ham allergik reaksiyasi mavjud bo'lgan bemorlarim bor. Shuning uchun
allergologik muammolari mavjud bo'lgan insonlar shifokor ko'rigiga borishi shart. Bemorning holati, kasallik tarixiga aniqlik kiritib, laborator instrumental tekshiruvlarni o'tkazib, undan so'ng davo muolajalarini tayinlaydi va birinchi davo muolajalarini o'zi nazoratida qilib beradi va undan so'ng uy sharoitida yoki poliklinika sharoitida qolgan muolajalarni davom ettirishi mumkin bo'ladi. Polinoz rinokonjunktivit bu nima? Bu o'simlik, daraxt, gul changlarining natijasida kelib chiqadigan allergologik holat. Agarda bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, bizni videolarni kuzatishda davom eting. Keyingi mavzumiz polinoz rinokonjunktivit va buning asorati bronxial astma kasalligi haqida bo'ladi. Bu videoni yaqinlaringizga ulashib qo'ying.